ibodatlarda hayollarni bo'linishi qariyb barcha musulmonlarda bo'ladi. Bu borada musulmonlar 3 qismga bo'linadi. Birinchi qism endigina ibodatga kirishgan mo'min musulmonlar. Endigina ibodatga kirishgan mo'min musulmonlar eng boshlang'ich sinf hisoblanadi go'yoki. Unda insonlarni mutlaqo hayoli bo'linmasligi ham mumkin. Namoz o'qiyotgan bo'lsa, umuman hayoli bo'linmaydi. Bunda insonlar xafa bo'lishmasin, bu eng past tabaqadagi, eng past sinf, boshlang'ich sinf bo'lganligi tufayli ko'pincha namoz haqidagi ma'lumotlarni bilmaydi. Qur'ondan hali suralarni arab alifbosi bo'yicha haqiqiy Qur'ondan yod olmagan, hali tahoratni to'liq o'rganmagan, namozni to'liq o'rganmagan, hali ustozlardan dars olmagan. Alloh hidoyat berdi, endi namozga qadam qo'yyapti. Hayoli umuman bo'linmasligi mumkin. Yoki bo'lmasa bir necha yillardan beri ibodat qilib yurayotgan ba'zi bir insonlarning ham hayoli umuman bo'linmasligi mumkin. Bu yaxshilikmi yoki yomonlikmi? Yomonlik aslida. Hayolni bo'linmasligi yomonlik. Nimaga? Chunki shayton ibodati qabul bo'lmayotgan insonni hayolini bo'lmaydi. Shayton o'ta vaqtini tejaydigan mahluq. O'zini lahza vaqtini ham bekorga ketkazmaydi. Imkon darajasida kofirni ko'paytirish, do'zaxni ko'paytirish uchun xizmat qiladi. Shuning uchun u har qancha namoz o'qisa-da, namozi qabul bo'lmayotgan odamni vasvasa qilishga vaqt ajratib o'tirmaydi. Bu shundoq ham o'zimizdan bu deydi. O'qiyvermaydimi namoz? Kechasi kunduz namoz o'qisin, baribir namozi qabul bo'lmaydi deydi. Shayton biladi. Shuning uchun uni vasvasa qilmaydi. Mana o insonning umuman hayoli bo'linmaydi, namoz o'qiyapti. Va meni hayolim bo'linmayapti, demak men yaxshi ekanman degan tasavvurga boradi. Ana shunday insonlar o'zini taftish qilib ko'rsin. Qur'oniy ilmi yaxshi bo'lsa, fiqhiy ilmi yaxshi bo'lsa, aqidaviy ilmi yaxshi bo'lsa, ixlosi, muhabbati yaxshi bo'lsa, namoz ilmini yaxshilab, tahorat ilmini, g'usl ilmini yaxshilab o'rgangan bo'lsa, hayoli bo'linmayotgan bo'lsa, unda yaxshilik. Ammo shu ilmlardan bexabar, necha yillardan beri namoz o'qisa ham hanuzgacha durustroq o'rgana olmaydi, ilm-u ma'rifatga qiziqmaydi, lekin namoz o'qib yuradi xolos. Hayoli bo'linmayapti. Tezlik bilan bunday insonlar ilm-u ma'rifatini oshirish va namozini yuqori darajaga ko'tarish uchun harakat qilish kerak. Aks holda ularning namozi qabul bo'lmayotganligining alomati mutlaqo namozda hayoli bo'linmasligi. Agar ichimizda mutlaqo meni hayolim bo'linmaydi degan odamlar bo'lsa, bir o'zingizni taftish qilib ko'ring. Ikkinchi toifa